o'rtasida chegara bo'lishi kerakmi? Shaxsiy chegara hammani o'rtasida bo'ladi. Shaxsiy chegarasi yo'q odam bu hamma boshqaradigan, hamma foydalanib, hatto rahmat ham aytmasa bo'laveradigan odam. Eshitdim shaxsiy chegara yo'q narsa deb. Kim aytdi buni? Butun dunyo, butun olimlar shaxsiy chegara bu odamning o'ziga bo'lgan hurmati. Tushunyapsizlar? Mani shaxsiy chegaram bu mani o'zimga bo'lgan hurmatim. Qanaqasiga shaxsiy chegara bo'lmas ekan? Qayerdadir eshitdim shuni. Bu kulgili. Lekin shaxsiy chegara qo'yishda ko'pchilik oshirib yuboryapti. Ya'ni men shaxsiy chegaram bor ekan, demak hammalikni buzishim mumkin. Yo'q. Shaxsiy chegarani qo'ya olgan odam birinchi o'rinda o'rganishi kerak boshqalarning ham shaxsiy chegarasi borligini. O'zini hurmat qilishni xohlagan odam birinchi o'rinda o'rganishi kerak o'zgalarni ham hurmat qilishni. Shundan boshlash kerak. Ya'ni men o'zimni ham hurmat qilaman va chegaralarimni bilaman va o'zgalarni ham hurmat qilaman, chegaralarimni bilaman. Mana shu shaxsiy chegaraga kiradi.